Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Sizlar Sohibjon Asrorov kanalidasiz. Sizlar bilan yana men Sohibjon Asrorov. Bizlar bugun Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Minchinor mahallasi. Bu yer qanaqa adres aytib o'rangizmi? Gulzor. Assalomu alaykum. Ustobo, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Gulzor mahallami bu yer? Gulzor mahalla adresni tushuntirib aytadigan bo'lsa qanday topib olsa bo'ladi? Kurukmi bu yer? Minchinor sport nimasida? Sport kompleksining yonida. Bilas mana shu akalarimiz darvoza quradi, darvoza yasaydi bu yerda, keyin karavat, kachela, yana nimalar bor edi? Hamma narsa bor. Metaldan nima yasalsa, odam ham yasab berasi kerak bo'lsa. Bilas metaldan nima yasalsa, hammasi bo'ladi. Ekranga nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Hozir ustakamiz mana shu darvozani qanaqa qilib yasayapti, qanaqa materialdan, bu nima deb ataladi, kvadrat qancha bo'ladi? Hozir hammasini. Ismingiz nima dedingiz aka? Usmon. Usmon aka, mana shular bir qator tushuntirib bersangiz aka. Chiroyli qilib obzorimiz shu yaxshi chiqsin. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz talabiga binoan profillari, masalan, profillariga boshlanish profillar bo'ladigan bo'lsa 6 ga 4 ramasi, qalinligi 2 kilik stenkasi, 2 kilik list nimada? Stenasi. List stenasi. List keladigan bo'lsak, list magnitokor, mana rossiyskiy nima qora listdan ishlatamiz. Qalinligi 1.8. To'g'ri, 1.8. Keyin tak, bu ikkinchi qavatiga qo'yiladigan list. Mana bu 2 qavatlik darvoza-da bu. 2 qavatli, bunisi 1.2 deydi, birlik chiqadi to'g'risi. 1.2, 1 shunadan nima qiladi? Boshqa narsa bular bosilgan-a, bosma, pechat qilingan. Pechatni. Bu darvozangizni nomi nima deyiladi? Mana bu yoqdan olamiz, bir chiroyli qilib operatorga aytdik. Mana bundaysiga bu tomondan bir ko'rinishimizga, lekin 2 qavatligi aniq. 2 qavat-a bu? Ha, 2 qavatligi aniq. Yo, nima fason. Birovlar high-tech variant, nima variant deydi-ku, bu qanaqa? Samarqand. Samarqand. Voha darvoza-da bu, Samarqand darvozasi. Bular kvadratiga keladigan bo'lsak, nechta bo'lyapti aka bu? Buni kvadrati 1.250 ming so'm. 1.250 ming so'm 1 kvadrati. 1 metr kvadrati. 1 metr kvadrat. Endi u arzon variantlari ham bormi? Bu faqat 1.200 mingdan boshlanadi. Eng arzoni nech puldan boshlanadi? Buni arzoni masalan 500 ming so'm kvadrati darvozangiz bormi? Arzon variantlar. 500 mingga yo'q. Eng arzoni nech pul? 550 ming so'm 1 qavatli. 550 ming so'm 1 qavatlisi. Pechat. Tushunarli bo'lish uchun kommentariyada yana so'raydi-da baribir. Shunday. Xullas 1 qavatli bo'lsa 550 mingdan boshlanadi-da. Buni qancha dedingiz hozir? 1.250 ming. 1.250 ming so'm bu 2 qavatli, 2 qavatlik bo'ladi. Profillariga, hamma listiga, kraskasiga, hamma tomoniga o'zimiz garantiya kraskalar boyagi mana olib o'rnatib berishi bilan hammasi ichida. Klient rangda avvaldan aytsa boshqa kraska ham sepsa iloji bor, to'g'rimi? Shunday. U birinchi bo'ynagidagi kraskaga tayyor qilamiz, klient chaqiramiz, bo'lmasa telefonda ko'rsatamiz klientga, o'zi xohlagan rangni aytadi. Masalan, hamma joyga ko'rib, o'zi tekshirib oladi, profillariga, listiga ulan tushmaydi. Avval tekshirib oladi. Kraskani shpaklopkani tagida qolib ketdi degan nima gumon nimalar bo'lmaydi, ko'rsatasiz hammasini. Ko'zdan kechiradi, ishonch hosil qilingandan keyin bunday bu kraska seviladi, bo'lmasa sevilmaydi ungacha. Mana shu musofirda yurgan akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz o'sha uy qilaman, joy qilaman deb ishlab yuribdi. Shular telefon qilib turib, misol uchun o'zlari qanaqadir sizni kartangizga yo bir nomingizga pul ko'chirib bersa ham, mana shu yerda gaplashsa bo'ladi bu xo'jayin bilan, to'g'rimi? Bo'ladi. O'sha o'zlari to'g'ridan to'g'ri dogovor qilishib, o'rtada odam bo'lmasa ham, keyin olib borib o'rnatib berishlari ichida bo'lib savdo bo'ladi hammasi. Shunday, o'rnatib berishlari hammasi ichida bo'ladi. Razmerlar borib o'lchanib kelinadi, o'sha joyda. O'zimiz borib adresda aytsa bo'ldi. Keyin shu to'lovlariga keladigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri to'lov qilsa ham bo'ladi musofirda. Bo'ladi. O'shalarda ham yo'llari bor mana. Yo kimidir bo'ladi, baribir ba'zi birovlarda hech kimi bo'lmasa, to'g'ridan to'g'ri muomalasini ham qilsa bo'ladi. Shunday. Hozir bu yerda darvozani ko'rsatdik. Kraskaga tayyor bo'lgan jarayon bormi aka? Bitta ko'rsatsak, yana nimani ko'rsatsak bo'ladi? Kraskaga tayyor bo'layotgan. Hozir mana bu buni sheriga, bu bir tomoni. Bu sheriga, bu eshigi. Mana bu kalitkasi. Hali bitta ikkita detallari kam bo'lganda buni gullar qo'yilish kerak bu tomonlariga. Gullar hali endi yo'lda kelyapti. Bu qaysi rangga bo'yalmoqchi bo'lyapti nasib bo'lsa? Bu mokri asfalt. Mokri asfalt bo'lyapti. Egasi shu narsani xohladi endi.
O'zi mokri asfalt ham hozir trendda yuribdi-da, ranglarning ichida. Mana bu kalitkasini ham olib qo'yamiz, отдельно turibdi mana devorga suyanib. Ketdik chiqaylik, qani nimani kraska jarayonini ham olaylik. Bu darvozalar Usmon aka nimaga turibdi bular? Qayta remontga kelgan bu. Qayta remontga kelgan. Qayta remontga kelgani uchun shu bizlar narxini kelishib savdo qilib. Siz buni remont qilib beryapsizmi yo sizga sotib ketgan, siz yana sotasizmi buni? Ya remont qilib beryapsiz. Remont qilib berasiz. Remont talab darvozalarni ham olasiz, remont qilib, yangidan kraskalab, shpaklovka qilib, svarkalab, chiroyli qilib, yangidek qilib beramiz. yana olib borib o'rnatib berasiz. O'zlari olib kelish kerak, borib olib kelib qilib berasizmi? Endi u savdoga bog'liq. Ha, o'zlaringiz kelishasiz. Kelishamiz. Buni olib kelib beraman desa, sal Bu shunaqa variantdagi kelgan darvoza bu. Ha, kelishib qilib berib beramiz. Usmon aka, mana ko'rib turibmiz, bu yerda karavat yasalayapti ekan. Endi buni sezoni keldi hozirgi kunda. Xudo xolasa juda ko'pchilik hovliga uzumni tagiga karavatni qo'yib olishadi-da. Yaqinda endi chempionatlar boshlanadi, televizor ko'radi. Bu karavatlar endi mana yasayapsiz ekan, bularni taxtasi bilan birga tayyor holatda nech pulga tushadi mana shu? Razmerini aytib bering. Taxtasi bilan 3 millionga tushadi, olib borib berishi ichida. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmer eniga 2 metr, bo'yiga 3 metr. 2 ga 3 ha hozir. Bu zakaz shunday bo'lganda bu. Ha, zakaz. Agar kim qanaqa razmerda xohlasa yasab bersa bo'laveradi. Zakaz shunday bo'lgan. Buni qanday metriga qarab yasaysizmi, kvadratmi bu ham? Yo'q, asosan nech metrligiga qarab? Avishni karavatlar 2,5 metr, 3 metr bo'ladi. Bu 2,5 metr joyda bizga kattalik qiladi degan uchun. Endi o'zini uyiga moslab aytganda bu klient. Yo'lakchaga moslab aytgan. Mana o'rtasiga taxta qo'yib berasiz. O'sha pulni ichida bo'ladi. Ha, taxtasini qo'yib, laklab olib borib beramiz. Xullas mana hozir yoqda yasalish jarayonini ko'rsatdik Usmon aka. Mana bu tayyor holati. Tayyor holati. Tayyor holat faqat mana bu yerga plintusi qo'yilmagan ekan. Plintus qo'yilmagan, laklanmagan. Laklanmagan. Hozir laklaydi. Taxtasi bilan bu necha karavat bu hozir? 2,5 metrga 3 metr. 2,5 metrga 3 metr karavatimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buning narxi 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm. 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm deyilyapti. Yetkazib berishi bilan. Uyiga olib borib endi yetkazib berish deganda Samarqand bo'ylabmi yo Bulung'ur bo'yichami bu yer hozir? Bu Samarqand bo'yicha. Samarqand bo'yicha yetkazib bersa bo'ladi. Qashqadaryo, Toshkentga ham nima yetkazib berdik. Ular O'zbekiston bo'yichami? O'zbekiston bo'yicha ham yetkazib beraveramiz. Faqat o'z Samarqanddan chiqqandan keyin ozgina yo'l dastavka o'zgaradi, ozgina. Dastavka xizmatlarida o'zgarish bo'ladi, viloyatdan chiqqandan keyin. Viloyatdan chiqqandan keyin. Atak bu Samarqand ichiga nima bo'lyapti? Shuni. Bismillah. Masalan, Jizzaxga ham masalan o'zgarmaydi. Jizzax bizlarga Jizzax ham yaqin. Yaqin. Endi keyingi bitta karavatni ko'rsataylik. Mana hozir bu yonida boshqacha bir chiroyli qilib, qashamlar bilan qilgan ekansizda buni. Endi hozir bu qanaqa varianti bu? Bu nech pul, razmeri? Buni razmeri juda ham chiroyli chiqqan ekan bu yonlari, qarang. Razmeri 2,5 metrga 4 metr. Aha. Bu ham taxtasi bilan bo'yna yetkazib berish ichida 4 million so'm. Bu 4 million so'm bo'lyapti. Narxi 4 million. 4 million. Narxi 4. Mana ular kattaroq. Listi lazerda kesilganimi? Nima bu? Chiroyli ekanda gullar. Kesilgani. Mana pechat bosilgan, ha? Shunday. Menga mana shu karavatingiz juda ham yoqdi, chiroyli ekanda. Razmeri ham katta-da. Bu razmeri ozgincha katta ulardan, ha? Katta. Bu 4 metrga 2,5, ha? 4 metrga 2,5. 1 metr undan katta bo'lyapti. Bu narxi 4 million bo'lyapti. Xullas, agar kimga kachilami, nima deydi, darvozami, karavatmi, nima kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana shu Usmon akamiz oladi, telefonda javob beradi. Savdoni qilasiz, razmerni berasiz, yasatib sizlarga yetkazdirib beraveradi. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.